Navbat 3-chi patsientkamizga yetib keldi. Patsientkamiz Surxondaryo viloyatidan, yoshlari 31 yoshda. Bu patsientkamiz birlamchi bepushtlik 6 yil bilan murojaat qilgan. Asosiy sababi ham multiflyuklarni yeyishlik, ya'ni zapaslari ko'p, undan tashqari trubnoy faktor, ya'ni trubada o'tkazuvchanlik yo'qligi uchun eko programmasiga olindi. Hozirda endi multiflyuklarni yeyishlik patsientlarda biz ko'proq tuxum hujayraga mo'ljal qilamiz. Ilohim yaxshi sifatli tuxum hujayralar chiqsin va eksi usulda urug'lantirilgandan keyin 5 kundan keyin qanaqa embrionlar chiqqanini kuzatamiz. 3-chi funksiyamiz yakunlandi. Patsientkamizdan 20 tadan 25 tagacha mo'ljal qilgan edik. Bundan 10 ta tuxum hujayra olishga erishdik. Ya'ni nima uchun kam oldik? Patsientkamiz o'z asosiy diagnozi multiflyuklarni yeyishlik hamda anovulyatsiya, ya'ni follikul yetilib yorilishda muammo bor. Bu ayolimiz o'zi 9 kun stimulyatsiya bo'ldilar. 10 kun, 12, 13 kun olgan bo'lsak, ya'ni kechikib oldik deyishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda asosiy rol trigger preparat o'ynaydi. Agar trigger preparatini siz finalniy ukollar poddelkasini olib qo'ygan bo'lsangiz yoki olgan aptekangizda u to'g'ri saqlanmagan bo'lsa yoki siz dorini olganingizdan keyin o'zingiz uyda to'g'ri saqlamagan bo'lsangiz, eng asosiysi sizga belgilangan kunini, vaqtini voqli yoki kech olgan bo'lsangiz ham bu jarayonga katta ta'sir qiladi. Shuning uchun har doim aytilgan minutida, sekundida olishingiz kerak hisoblanadi.